Yulduzchalar o'rniga shunday raqamlarni qo'yingki, qo'sh amali to'g'ri bajarilgan bo'lsin. Qo'yilgan raqamlar ifodalangan sonlar yig'indisini toping. Ya'ni biza yulduzchalar o'rniga raqamlar qo'yishimiz kerak. Qo'sh amali to'g'ri bo'lishi kerak. Yulduzchalar o'rniga qo'yilgan raqamlarni bir xonali son deb ifodalab, ularning yig'indisini topishimiz kerak. Endi yechishga o'tamiz. Men yulduzchalar o'rniga katakchalar yozib chiqdim. Katakchalar yozishimga sabab ichiga buni bir xonali sonlar, ya'ni raqamlarni qo'yish hisoblanadi. Endi qaradik. 9 ga 8 ni qo'shsam 17, 17 ga katakchada ichidagi bir xonali son, ya'ni bironta bir xonali sonni qo'shsam, ya'ni raqam yozaman bunga. Bir xonali sonni qo'shsam, oxiri 0 bilan tugashi kerak. Ya'ni 17 plus katakchaning ichidagi son oxiri 0 bilan tugashi kerak. Endi bu yerga qaysi bir xonali son qo'yishim mumkin raqam sifatida? 3 qo'yishim mumkin. 3 qo'ysam 20 bo'ladi. 0 yoziladi mana. Demak, 3 ekan bu yerda. 2 dilda bo'ldi. Qaradik endi. 2 dilda turibdi. 6 ga 1 7, 2 dildagi bilan 9 bo'ladi. Qo'shuv katakcha ichidagi sonni qo'ysam 1 bilan tugashi kerak. Endi bir xonali son bu raqam, chunki 9 ga nechini qo'shsam 1 bilan tugaydigan son bo'ladi. Bir xonali son, ya'ni bu 2 ni qo'shishim kerak. 2 ni qo'shsam bu yerda 2 bo'lsa 11 bo'ladi bu. 11 1 yoziladi, 1 dilda qoladi. Mana bu 1 yozildi bu yoqqa, 1 dilda qoldi. Endi 3 ga 4 7, men 1 dildagi bilan 8 bo'ladi. 8 ga kvadrat ichidagi sonni qo'shsam 3 bilan tugashi kerak. Demak, bir xonali son 5 qo'ysamgina buni o'rniga 8 ga 5 13 bo'ladi. 13 uchi bu yerda yoziladi, 1 dilda qoladi yana. Endi 0 ga 6 6, 1 ni qo'ysam 7 bo'ladi. 7 bo'ladi. 7 ga endi men qo'shishim kerak. O'sha to'rtburchak ichidagi sonni, bir xonali sonni 2 bilan tugashi kerak. Bunga endi 5 qo'yishim kerak. 7 ga 5 12 bo'ladi mana. Ikkisi yoziladi, yana 1 dilda qoladi. Endi 7 ga 3 10, men 1 dildagi bilan 11 bo'ladi. 11 ga mana bu to'rtburchak ichidagi bir xonali sonni qo'shsam 16 bo'lishi kerak. Mana bu 16 bo'lishi kerak. Bu 5 bo'lishi kerak uning uchun. Ya'ni 11 ga 5 16 bo'ladi. Demak, bu 5 bo'lishi kerak. Endi bizning masalamiz shartida, endi qolganlarni men yozmaganlarni yozib olay. Mana bu qismda edi. Mana boshqadan qarab chiqaylik. 3 2, 3-inchisi 5, 4-inchisi ham 5. Mana to'ldirib chiqdim. Endi katakchalar ichidagi raqamlarni bir xonali son deb hisoblab, ularning yig'indisini toping degan savol qo'yilgan. Endi bunda yozib chiqsa mana bir chekkadan 5 bor bu yerda. Plus bunda ham 5 bor, bunda ham 5 bor, bunda 2 bor, bunda 3 bor. Ya'ni yulduzchalar o'rniga qo'yilishi mumkin bo'lgan raqamlarni bir xonali son deb qarab, ularni yig'indisini toping degan. 5 ga 5 10, 15, 15 ga 5 20. Demak, javob 20 ekan.